Erkaklar diqqatiga tez hojatga chiqasizmi? Peshob tomchilaydimi? Pastki qorinda og'riq bormi? Erkaklik quvvati pasayganmi? Bu oddiy holat emas. Vaqtida chora ko'rilmasa, prostata muammolari jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Yechimi bor. Prostamix. Turkiya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan 18 xil tabiiy giyohli kuchli formula prostata muammolarini bartaraf qilishga 100% yordam beradi. Hoziroq 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling va turkiyalik mutaxassisdan bepul maslahat oling. Faqat bugun birinchi marta murojaat qilganlarga 50% chegirma bor. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Interfax agentligining Rossiya Mudofaa vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Rossiya qo'shinlari 15-iyulga o'tar kechasi aviabombalar yordamida Ukrainaning 2 zavodidan va 5 ta kemasidan mahrum qildi. Gap Neptun MD, FP7, FP9 va Grom 2 raketalari uchun elektron baza komponentlarini yetkazib beruvchi asosiy korxona, shuningdek aviasozlik sohasi uchun navigatsiya qo'nish uskunalari va o'ta yuqori chastotali komponentlar ishlab chiqaradigan radio izmeritel zavodi va harbiy mahsulotlarni, jumladan zirhli avtomobillar va dronlarni saqlash hamda jo'natish uchun mo'ljallangan logistika markazi sanalgan Ukr-Armotech kompaniyasi haqida ketmoqda. Shuningdek, Interfaxga ko'ra, Rossiya armiyasi Odessa viloyatidagi Yujniy portida yoqilg'i moylash materiallarini tushirish va saqlash uchun foydalanilgan obyektlarga Ukrainaning 5 ta quruq yuk tashuvchi kemasi hamda tankeriga zarba bergan. Qayd etilishicha, hujum davomida havo va quruqlikdan uchiriladigan uzoq masofali yuqori aniqlikdagi qurollar, to'g'rirog'i aviabombalar hamda dronlardan foydalanilgan. Interfax'ning aniqlik kiritishicha, Rossiya harbiylari zarbalar berish chog'ida Kiyevni havo hujumidan mudofaa va raketaga qarshi mudofaa tizimlarini yorib o'tib, Kiyevda ham Ukrainaning butun hududida ham istalgan nishonni yo'q qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida boshlangan yangi urushga oid xabarlarga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trampni Fox News agentligiga bergan intervyusida ochiqlashicha, Amerika Qo'shma Shtatlari Eron Islom Respublikasiga hujumni Tramp yetarli demaguncha davom ettiradi. Trampga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari joriy haftada Eronga zarbalarni davom ettiradi. Kelasi haftada esa Erondagi elektr stansiyalar va ko'priklarni bombardimon qiladi. Trampni ta'kidlashicha, ayni paytda Hormuz bo'g'ozi Eron kemalaridan tashqari barcha dengiz kemalari uchun ochiq. IRNA agentligining axborotiga ko'ra, 14-iyul kuni Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi matbuot xizmat qo'mondoni o'z bayonotida Eron armiyasi Yaqin Sharqdagi Amerika Qo'shma Shtatlari bazalariga qarshi operatsiyalarni yakuniy g'alabaga qadar davom ettirish niyatida ekanini ma'lum qilgan. Islom inqilobi qo'riqchilar korpusi bayonotiga ko'ra, Eron qurolli kuchlari raketa va dronlar orqali Bahrayndagi Shayx Iso hamda Kuvaytdagi Ali as-Salam Amerika harbiy bazalariga zarba berdi. Bir nechta MQ-9 dronlari, shuningdek qurol-yarog' va ehtiyot qismlari saqlanadigan omborlar yo'q qilindi. Eronning IRIB davlat teleradio kompaniyasini ma'lum qilishicha, Eronning ushbu operatsiyasi Amerika Qo'shma Shtatlarining Eron qurolli kuchlariga qarashli Islom Respublikasining janubida joylashgan bir nechta obyektga bergan zarbalariga javoban amalga oshirilgan va IRIBga ko'ra, Tehron Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaqin Sharqdagi yovuzliklari to'xtamaguncha mintaqadan bir tomchi neft ham olib chiqilmasligi uchun jangni davom ettiradi. Bu degani jahon neft bozorida qora oltin narxi keskin oshadi va Amerika Qo'shma Shtatlariga qarshi urush bundan keyin yirik formatda olib boriladi degan gapdir. Eslatib o'tamiz, Eronning Fars agentligining xabar berishicha, Eron parlamenti deputatlari mamlakat rahbariyatini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tuzilgan memorandumni bekor qilishga chaqirgan. Fars agentligiga ko'ra, 14-iyul kuni Eron parlamentini qariyb 180 nafar deputati qasos olishga erishish, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tuzilgan memorandum amal qilishini to'xtatish, muzokaralarni tekshirish bo'yicha maxsus komissiya tuzish, Hormuz bo'g'ozini boshqarish to'g'risida qonun qabul qilish va qurolli kuchlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash zarurligi haqida bayonot bilan chiqqan. Qisqa qilib aytganda, Tehron Washingtonni yovuzliklarga qarshi urushni ham qonuniy tarzda davom ettirishni rejalashtirmoqda.
Endi Benyamin Netanyahuga e'lon qilingan qidiruv haqida to'liq axborot beramiz, e'tiborli bo'ling. Yedio Tahranot agentligining xabar qilishicha, Istanbul sudi Isroil bosh vazirini Interpol orqali qidiruvga berdi va Netanyahuga insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etganligi ayblari qo'yilmoqda. Yedio Tahranotga ko'ra, ushbu qaror G'azo sektori tomon yo'l olgan Sumud flotiliyasini Isroil tomonidan to'xtatib qolinishi bilan bog'liq ish doirasida qabul qilingan. Eshitmaganlar uchun eslatma: Isroilning zarbalari natijasida G'azo sektorida qurbon bo'lgan bolalar va ayollar, shuningdek keksalar soni 62895 nafarga, jarohat olganlar esa 158927 nafarga yetdi va bu harakat uchun Istanbul sudi Benyamin Netanyahuga qarshi nihoyat ish ochishga muvaffaq bo'ldi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.